yo'layga albatta kitobni ayirmay o'zi bilan olib yurgan. Ha, bu yerga yashirinib olib, ne qiladi o'rnidan kitob ko'rgan ekanlar. Dada, mana bu suratni qo'ying. Mana bu suratda chiyrik kapitan chiqayotib ular tushmoqda. Qo'rg'on suratlar qo'rg'on chiqarlar. Mana bu suratda ana pastagilar, ana ustalarlar o'qiymoqda. Bu kitobning o'rni topchada. Ammo siz kitob ko'rmoqqa yoshga qilib, yerda qo'ysangiz yaxshi bo'lmadi. Mana endi kitobni hozirga sotib olganman. Men kitob o'ynatmayman, avaylab qo'ymayman. Aqlli bo'lasan-da. Bitta bolalar yana egarga tushgan kitoblarni qora-qora biladilar. Katta o'g'limda men ko'plab kitoblar sovg'a qilaman. Hozircha mana buni o'ylam. Ara o'g'lim, aning o'g'illari tayyorman. Kitob olmoqqa hozirlanib Nega deydi? Hamsaning qora bilan o'tirgaymi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Alisher kitob keryapti. Yetsin ajabman. Alisher ko'zda ko'yda bolalar bilan o'ynab yurib, to'g'ri tilini o'rganib bo'lgan. Onasi kompyuterga analari qo'yib olsa, quloq solib o'tadi. Va ba'zi masalalarni o'rganib o'tadi. O'zim o'zim o'rganib Shuning deb o'shitini jahon so'ziga olmadim. Bu davlatning fikri jahon so'ziga. Biz beparvo oshiqlarmiz. Yirtiq cho'pon, bu davlat dunyo g'ami sening g'amingga arzimas. Qo'rqoy kichkinadari. Beparvolik oshiqlardanmiz degan bir nafar ko'rsang dog'i yetishga qo'ymayman. Qosim Anvorning she'rlari matnini olaverman, kattalar ham chaqa bilmaydilar. Ammo ulug' shoirning orqachi nafasida gul-go'dak bolaning yuragiga alanga tushibdir. Go'yo yomon kuygan astar. Yozma. Har kimning oldida Mavlononing o'zil she'rini ana she'rga o'qisang, ko'z tegadi.